Dar Global ofisidamiz. Good afternoon. How are you? We need Camila. Mana. Okay. Ajoyib ofis shahar markazida. Mana shahar manzarasi bu yerdan yana ham kengroq ko'rinadi. Kelajak muzeyini bilasizlar? Mana. Har xil davlatlarda juda ham eksklyuziv proyektlar qilamiz. Ya'ni brendированный proyektlar qilamiz и juda ham kam kvartiralar chiqaramiz. То есть bu masalan siz uyni o'zingizga olasizmi yoki investitsiyaga olayotganingizda bu juda ham muhim. Что bitta binoda 10 mingtadan uy bo'lmaydi. Katta konkurensiya bo'lmaydi. Sizni uyingiz doim eng zo'r lokatsiyada, katta brendlar bilan qilingan и именно limitированный количествоda qilingan uylar bo'ladi. И 9 ta o'sha shaharda ofislarimiz bor. И bu masalan ОАЭ это Дубай Рассельхайма, также у нас есть крупнейший проект в Омане, мы являемся крупнейшим застройщиком Омана. Саудовская Аравия это Рияд и Джидда, undan tashqari Qatarda proyektimiz bor, Ispaniya, London и yaqinda Maldivda, Gretsiyada, Morokkoda и Amerikada yangi proyektlar ochamiz. То есть hamma proyektlarimizda globalniy, hamma finansiy отчетlarimizni ochiq oydin ko'rishga imkoniyat beradi. Ya'ni masalan sizdan klient nima bu kompaniya o'zi investitsiya portfoliosi qanaqa, оборотлari qanaqa desa, hammasi bizning hamma отчетlarimizni shu London Stock Exchange veb-saytiga kirib ko'rish imkoniyati bor. Demak, birja London birjasida listing qilingan. Shunaqa. Mana необычный binomizda hozir rasmda ko'rinmayapti, glob bor, как shar shaklida penthouse bor. O'sha penthouse ichida Andrew Tate o'sha ukasi bilan polni o'zini ishchilari bilan turishadi. O'zini alohida entrance bor. Parkovkaga ham tushsanglar, Bugatti'si, Pagani'si, Porsche, Lamborghini hamma turli mashinasini ko'rsanglar bo'ladi. Ближний Восток, bu yoqqa Arabskiy Emirati, Dubay. Dubayda bu yoq tomonida Aman, Masqat, prям Dubaydan 5 soat mashinada borsa bo'ladi. Chap tomonimizda Qatar, ana dengizga qaragan uylar, prям Qatarda mana tomonda joylashgan. Yarim orol. Bu yoq tomon уже Saudovская Aravия, Arabiston. Madina, mana Jidda. Jidda prям dengiz yonida joylashgan. Riyod stolitsasi korolevskiy stilda uchastkalar, mansion, dvorцы sotiladi. Bu ham Riyodda Vadi Safar Daraya degan исторический joy bor. Bu исторический joy именно birinchi saudiylar chiqqan joy. Bu joyi davlat eng lyuksoviy joy, faqat eng qimmat gостиницаlar, golf poli, eng qimmat polo klub, hamma narsa o'sha yerda bo'ladigan qilib bitta katta rayon qurishyapti. Katta rayonning ichida biz o'zimiz alohida yer olganmiz. O'sha yerlarning ichida dvorцы, mansion quramiz. Masalan, Dubayga solishtiradigan bo'lsak, Dubayda Emirates Hills bor, bilasiz. Emirates Hillsdan bunaqa mansion olaman desangiz, как minimum narxi 80 million, 100 million dirham. Mana Dubayda Sheikh Zayed Road, downtown, dengiz qanaqa masofada bo'lsa, Jiddada prямо o'sha eng asosiy King Abdulaziz Road degan yo'li bor. Yo'lida главный doroganing yonida downtownda quryapmiz. Bukvalno 3 minutda mashinada dengizga chiqib qolsangiz bo'ladi, plyajga, o'sha Jidda ko'rinishi. Qizil dengizi yonida biz o'tgan yili bitta proyekt chiqarganmiz. Nimaga Jidda deganda o'zi o'sha birinchi asosiy nimasi, Jidda kommersiy shahar, eng katta port u yoqda, targovli yo'lda ketadi, Arabistonda eng aktivniy shaharlardan bittasi. Eng asosiysi Makkaga 1 soat masofada joylashgan. Literally, так bukvalno mashinada Jiddaning downtownidan Makkagacha ровно 1 soat yo'l. Arab davlatlarida eng chiroyli rayon qaysi desangiz, men sizga определённо shuni ko'rsataman. Chunki bu yoqda ham dengizi bor, tog'ni tepasida joylashgan, alohida 5 million kvadratniy metrli rayon qurilyapti. Rayonning ichida o'zining golf poliyasi bor. Ya'ni ham golf, ham plyaj, ham dengiz, ham tog'lar. Bundan Dubayda ham boshqa emiratlarda ham topa olmaysiz. Bu Masqatda joylashgan. Amanning stolitsasida Masqat, Dubayga 5 soat masofada. Полностью европейский такой rayon qurilyapti. Bu yoqda narxlar agar masalan yana Dubayga solishtiradigan bo'lsa 2-3 barobar pastga yuradi.